Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan juda mazali va yumshoqqina tvorojniy pirog tayyorlaymiz. Xamir uchun avval 8 gramm unni 400 gramm margarin bilan kroshka holatiga keltirib olamiz. Men bu yerda porsiyasini ko'proq qilganman. Xohlasanglar sizlar kamaytirib qilsanglar bo'ladi. Menda 3 ta chiqdi. Shunga qarab kamaytiraverasizlar. Kroshkamiz tayyor bo'lgandan keyin 400 gramm shakar, 4 ta tuxum, 4 osh qoshiqda qaymoq solib xamir qilib olamiz. Xamirimiz qo'lga yopishmaydigan bo'lishi kerak. Agar qo'lga yopishni boshlasa, yana un qo'shsak bo'ladi. Yumshoqqina xamir qilib olganimizdan keyin uni listimizga mo'ljallab kesib olamiz. Men 3 ta bo'lakga bo'lib oldim. Boshqa idishga tvorog solamiz 8 gramm. Uni ichini tayyorlaymiz. 250 gramm praворный sir. Xohlasanglar qaymoq solsanglar bo'ladi. Buni solishingiz shart emas. O'zingizga qarab smetana ham solsanglar bo'ladi. 2 ta osh qoshiq qaymoq solib oldim. 400 gramm shakar soldim. 6 ta tuxum solib blenderda bir xil massa bo'lguncha aralashtirasizlar. Massani bir xil bo'lishi uchun ko'proq vaqt aralashtirishga harakat qilasizlar. Xamirimizni yoyib, qolipimizga mo'ljallab yoyishni boshlaymiz xamirni. Xamirni yoyib olgandan keyin qolip ichiga solib, chetlarini kesib to'g'rilab olamiz. Tayyor massamizni ichiga qo'yamiz keyin. Xohishga ko'ra ustiga malina terib chiqsanglar bo'ladi. 180 gradusda 40 minut davomida pishirib olasizlar. Pishgandan keyin kesib ustidan issiq shokolad qo'yib, mazza qilib yesanglar bo'ladi. Natijasi juda ham shirin, yumshoq, mazali pishirib bo'ladi. Retsept yoqqan bo'lsa saqlab qo'yinglar. Keyingi retseptlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.